Haqiqat aslida talash tartishsiz darajada ro'shan va keskindir. Lekin nafsoniy istaklarga g'arq bo'lib ketish insonlarga haqni batil, batilni bo'lsa haq qilib ko'rsatadi. Qasr palvonlaridan biri bo'lishimga qaramay, qalbim nihoyat nozik, hissiyatchan biri edim. Kichikgina yomonlikmi ko'nglimni og'ritib, g'azab quchqinlarini chachirata olaydi. Masxara qilinib qoldimmi? Bo'ldi. Bu g'azab quchqin pit qolmasdan butun vujudimni lavildab yondirib o'tadi. Möhrt kelsa, tunugun texmini so'yilganligini aytgan, uningdan burun bo'lsa, menga masxarlik baqirgan u go'zal qizmi mustasno emas edi. Yuz bergan fojialar uning maydonini o'zgartirdi. Acaba ko'z qarashini o'zgartira olgan narsa his tuyg'ularini o'zgartganmidi? Rostini aytsam, bilmaydim. Dunyo ostin ustin bo'lib ketgan edi. Qumulda hech ish o'z yo'lida yurmaydi. Xitoylar qizlarimiz bilan to'y qilishni tamoman yo'lliq va qonunliq deb qarashadi. Dalillari shu qadar bema'ni ediki, butun insonlar qarindosh emish. Din degan ularcha ilohlarning ishi emish. Ular atalmış insani qarindoshlik o'rnatadi. Ular bizni mag'lub qildi emasmi? Qizlarimizni mal padalarni olgandek sur to'qay qilib olmay, qonunlarning soyasida elishi ularcha bizga qilingan iltifotmish. Albuki biz Turkistonliklarning qarshi bo'lganda, ularning bu qilganlari to'limi haddidan oshgan zulm edi. Agar Xitoylar Allohning hukmini davomli ko'zga ilmoversa, bizni adoqqicha elishib, jon berish kutib turardi. Ming afsus. Jang oxiri bizning mag'lubiyatimiz bilan oxirlashdi. Xitoy qo'mondan bagni qattiq zindondan elib olgan bo'lsa-mu, ba'zi odamlar bilan ko'rishishga yo'l qo'yatdi. Sababi kelganlarning amal qilib bagni to'yga ko'ndirishini umid qilardi. Bag bo'lsa zindondagi kunlarini etkabda o'ltirib, namoz o'qish va tafakkur qilish bilan o'tkazatdi. Falakning tajliqi qasrdan qafasga tushilishi, buyruq qilg'uchidan buyruq olg'uchiga aylanib qolishi bakka alam qiladi. Uning ustiga buyruqlarni kimda oladi? Allohni va Rasulini tonimaydigan bir qari kofirdan. Agar mendan mag'lub bo'lgan hukmdorlarning haqida so'rasangiz, ularning ko'zlaridan asonlikcha yosh chiqmaydi. Balki dardini qalblari ko'mitadi. Bu dard qayg'u qalbida texim kuchayib, o't elib yenib, lavildab yalqinlashga boshlaydi. Bagning yoniga borganimda ko'z oldimdagi manzardan butun vujudimga titrak olishib ketgan edi. Nima gaplar Mustafa? O'zlar bo'lmaslar, biz hech nima ekanmiz bugun. Undaq dema Mustafa. Sizlar degan azamatlar, bumi Allohning hikmati. Shu azamatlar o'zlarini aralarida ko'rishni xohlaydi ekan, xo'jam. Qandoq? Menga hayronlik va taajjub bilan qarab qoldi. Menga Xo'janiyaz aka shundoq dedi, dedim. Nima dedi? Bag zindondan chiqish kerak, dedi. Bag hasratga kulib qo'ydi. Ostini qamallab, qanti bo'g'ishlangan lachin misoli ko'zlarini bo'shliqqa tikib qarab qoldi. Mushtini bir igiz ko'tarib o'tib, alam bilan. Qo'limda zindonning ochiqchi yo'q-da, dedi. Tomlari kesakdan bigin. Bag yana achchiq kulib ketdi. Yolg'iz janimga qandoq o'ray bu tomlarni? Xo'janiyaz aji o'zlariga zindonning ishkini ochadigan ochiqchi yoki tomlarni o'raydigan kuch-quvvatlari bo'lmasa, qanotlarida ko'tarib sirtqa olib chiqadigan aqllari borligini aytib qo'yishini topilgan edi, dedim. Bag birdan o'ylanib turib qoldi. Ondan men qarab, "Bo'ladi. Sen berib Xo'janiyaz ajiga bag aytkidigan bo'ldi deb yetkizgin", dedi. Bag rostchil odam edi. Hech qachon meni aldab qo'ymaydi. Shunga oldirab tinib sirtqa chapdim va xabar etish uchun Xo'janiyaz ajini izlab yurib ketdim. Bir ozdan keyin uni shahar sirtidan topdim. Yenidagi bir to'p kishilarning ba'zilari namoz o'qib, ba'zilari qiroat qilib, yana ba'zilari paranglashib o'tirardi. Mening yetkazgan xush xabarimdan ko'pchilik jallanib ketishdi. Xo'janiyaz ajining qarashlari keskinlashdi, ammo andishik to'lgan edi. Qo'llarini havoga ko'tarib past ovozda, "Bizni mag'firat qilgan Allohim, bizga nusrat ato qilgin", dedi. Ondan jamoatga burilib, hayot tajribalarini so'zlab berishga boshladi. "Bunda xatarlik va cho'ng voqealarda tartibsizlik bilan ishni hal qilg'ili bo'lmaydi. Qo'lma-qo'l mo'rini mo'riga terib tirishish va Raulus plan bilanla hal qilg'ili bo'ladi. Sulh sala bilan qat'iy ishimiz bo'lmasligi lozim. Chunki
g'oliblar hech qachon mag'lublarga mardlik qilgan emas. Barcha past va arzimas ishlarni yengilganlarning patanga ortidi. Ma'sum xalqimiz Turkiston xalqi ikki do'zaxning o'tirisida qisilib qoldi. U yoqda Qizil Rossiya, bu yoqda nejis Xitoy. To'rt atrofimiz zaharlik shamshar, miltiq, zambilbirak, o't yolqinlari, fitna fasod bilan qo'rshalgan. Buni qilayotganlarga buyruq Iroqlardan keladi. Men dunyodagi xristian missionerlarni obdan bilaman. Ular biz ojizlashgan hamon fursatdan foydalanib ustimizga tashlandi. Milliy fojialarni keltirib chiqardi. Ular bizni islomdan chiqarish uchun vosita o'tirmaydi. Tushundinglarmi? Shunga ular askar va saqchilarga qizlarimizni o'zlari bilan to'y qilishga zo'rlash buyrug'i beryapti. Ularning niyati ayollarga ega bo'lish emas, bizni tamoman yo'q qilish. Bor kuchi bilan aramizga yava ko'z qarashlarni terish. Ular bizning e'tiqod, urf-odat va an'analarimizni dafsanda qilmoqchi. Birdan bir chiqish yo'limiz qo'limizdagi Qur'on Karimga hech qachon adashmaydigan yagona yo'l ko'rsatkichimizga ergashish. Uning atrofiga uyushish va o'zaro mahkam yopishishdir. Tushunishlikmi? Mana bular bizning asrlardan beri mustaqillik va hurligimizni saqlayishimizdagi birdan bir sababdir. Zindan band qilingan bek oqibatining o'lim ekanligini bilardi. Biz o'lim degan so'zni og'zimizdan bek asalli chiqaramiz yoki qalbimizda azroqni qo'rqinch, tinimizda shirkinish his qilmayli yozamiz. Bek o'limning bu so'g'isiga kelib qoldi. Halbuki o'limni kutib olish uncha oson emas. Kishi o'lgan chaqda amalga oshira olmagan shirin xayollarini tashlab ketadi. Ba'zilar tehi sulishga ulgurmagan, hayoti kuchga to'lgan yoshlik bahori bilan vidolashadi. İnsan o'layotgan chaqda ubarsiz bolasining ko'zlaridagi eng go'zal qasidalarni o'qiydi. O'zi yaxshi ko'radigan kishilarga qaraydi. Ondan o'zining endi his tuyg'udan asar bo'lmagan bir qorong'u ko'rib ketib qolganligi va u yerda minglarcha yillab bechoralarcha yetib qolishi mumkinligini tasavvur qiladi. Atrofda dunyoni larzaga soladigan voqealar yuz bersimi, o'lik buningga qatnasha olmaydi. Balalar sho'x kulishidi. Mahbubalar tabassum qilishidi. Bog'chilar g'azonga to'ladi, tog'utlar yurt vatanlariga besib kirishib, ishg'ol qiladi, talon-taroj qiladi va musulmon qizlarni to'y qilishga zo'rlab, so'rab mangadi. Lekin u bek yetti ketman to'pining ostida chirg'an ko'takka o'xshash yotqoladi. O'lim dahshatli emasmikan? Bek Xitoy ofiseriga jiddiy maktub yozdi. Xatida uni ranjitganligi uchun kechirim so'radi. Masala haqida qanday qilsa yaxshi va foydali natija chiqadigan yo'sinda qayta o'ylanadiganligiga va'da berdi va buning bilan ko'rish talabini o'ttirib qo'ydi. Xitoy ofitser kulimsirab ko'zlarini yumdi. Begning go'zal qizini, to'y kechisini va o'zini mas qiladigan xushallikni xayol qilyotdi. Bu vaqtda u o'zini nihoyat qudratlikdek, hech kim o'ziga osiylik qilishga jur'at qila olmaydigandek his qilmoqda edi. Bu doim har qanday kuchli holatni yumshatadigan tuyg'u bo'lib, bu daqiqalarda u g'ilpal qilib o'tib ketadigan bo'lsa-mu, insoniyatga ich og'ritish va shafqat nazari bilan qarab qoladi. Bu shafqat qudrat, ustunlik va mag'rurlikning aksi bo'lgan shafqatdir. Ondan ofitser: "Begni o'zimga aytinglar, qani anglab boqayli, nim demoqchi ekan?" dedi. Beg kelib o'tib o'yga patgan edi. "Suyingin ey beg, qayg'urma. Qo'llaringdagi zanjirlik shallar yoki atrofingni qorshab turgan o'zi past, ammo xo'rga ustun Xitoylar sana hech qanday xavf elib kelmaydi. Shatlan ey beg. Ko'zlaringni yumib ol. Yumib olsang seni cho'kirib ahmoqlarni ulug'laydigan chakinliqlarni va kibrli qarashlarni ko'rmaysan. Har qadamingni diqqat bilan ol. Quloqlaringni yopirib ol. Yopirib olsang paskashlarning biljildoshlarini anglamaysan. Xayrli sahar ofitser." "Merhaba beg janoblari." Beg nihoyat tamkinonda o'tiradi. Xitoy ofitser zaldagi odamlarni chiqib ketishga buyurdi. Ikkisi xoli qilgan chaqda beg bo'sh ovozda: "Bundoq bir ishni zo'rlik bilan hal qilib bo'lmaydi", dedi. Xitoy ofitser: "Meni siz shunday qilishga majburladingiz. Qizingiz bilan o'ynashimga unamadingiz emasmi?" "O'tir do'stim, bu ishni chiroyli hal qilishning yo'li bor." "Qanday yo'l deysiz?" "Mening bir o'yim bor." "Xo'sh." Beg o'z fikrini o'ttirib qo'ydi. Bu fikr Begning qo'yib berilishini cho'rida etdi. Shunday bo'lganda
beg shariat ulamalarini yig'ib, bu vaqtda muzokaralashish va qadimiy kitoblardan dalil aqtirish orqali bundaq nikohni mubah qiladigan fatvoni izlaydi. Agar u ulamolarning imzosi qo'yilib, muhr bosilgan mushundaq bir fatvo chiqarg'iza olsa, masala hal bo'ladi. Tinchlik o'rnab, hammaydan baxt saodatga cho'madi. Xitoy ofitser miyqida kulib, qo'lidagi qadahni o'ynatib turib pichirladi. Qarasam, biz borgan sari yiqilishyapmiz. Oramizdagi hang kichiklayotdi. Ishonsangiz, sizning beglik martabangizni saqlab qola olmayman. Buningga kuchim yetadi, tepim o'tadi. Ondan Xitoy ofitser qaqaqlab kulib ketdi. Beg sel tinchirkangan holda. Qaraganda da xush bo'lganda qilsiz, dedi. Beklar xushalman degan. Har qatim bek qizining quchqinda turganligini, uning menga umaq budruq bolalarni tug'ib berganligini tasavvur qilsam, shodlikdan xudimni yo'qday deb qolaman. Endi biz baxtli bir oila bo'lamiz. Bundan keyin aramizda yengichi yoki yengilguchi mavjud emas. Bu insonparvarlik va qarindoshlik to'g'ri o'rnib olgan ahmoq nejislarning o'zining qilmishlarini yushirgan tasabbusidir xolos. Qarg'ish tekkur. Qizim sening quchqinda ha? Tushakapsan. Yerginganimdan qusutay deb qoldim. Bichora qizim agar mushu hayvonning panjalari orasiga tushib qolsa, nima bo'lib ketar? Shu nozikkina mushu maxluqning tetqisiz gaplarini anglab o'tirarmi? Mushu yiritquchidan o'tirib qopamdi. Qanday mumkin bo'lsin? Inson degan go'sht, qon, badan, rangdan iborat emas. Inson degan tafakkur qiluvchidir, e'tiqod egasidir. Bir kishi ishinib ulug'laydigan narsalar mening u kishini qadrlab yaxshi ko'rish yoki nafratlanib o'ch ko'rishimni belgilaydigan o'lchamdir. Chunki fikr go'sht va so'ngakka sevgi, qimmat va ulug'var ma'nolar baxsh etadi. Fikr yalamaç haykal misoli badanni yo'gaydi. Onun libosi kiydiradi. Uni kishiga yoqadigan tabassum va ko'ngil suv ichigan suhbatga qodir qiladi. Qisqasi, fikr badanni inson qiladi. Beg xayol dunyosida o'z-o'ziga shu so'zlarni qilayotganida Xitoy ofitser so'rab qoldi. Beg janoblari, sizcha Xitoylar bilan Turkistonliklarning farqi bormi? Osmon zamin farqi bor. Ofitser buni anglab cho'chgunicha darhol burilib qarab, farqi nima? dedi. Xitoylar g'olib. Xitoy ofitser qaqaqlab kulib tashladi. Buni kim bilmaydi? Biz har doim g'alaba qilamiz. Uzun va shonli tariximiz zafarlar bilan to'lgan. Apyun urushni olganiga nimdiguluk? dedi Beg. Xitoy ofitserining chiroyi o'zgarib ketdi. Ondan o'zini azroq o'ngshib olib, mustamlika bizning milliy xarakterimizni yo'q qilib o'tolmadi, dedi. Birdan sukutdan keyin yana mundaq deb qo'shib qo'ydi. Bilsangiz kerak, olimlar bizni ustun xususiyatlarga boy millat deb qaraydi. Qandaqsiga? Xitoy ofitser Beg tarafga burilib, astoydillik bilan tushuntirishga boshladi. Irsiyat olimlarining bayqishicha, agar bir Xitoy boshqa bir millatdan, masalan, Yevropalik bir ayol bilan to'y qilsa, tug'ilgan bolalari Xitoyga mos aloyiqlarga ega tug'ilarmish. Buning sababi Xitoylarning genlarining nihoyat kuchli ekanligidanmish. Bundaq saviyasiz mamadallikdan bezgan Beg Xitoy ofitserga gen degani nima ekan? deb savol qo'ydi. Tangay, bilmayman, taqsir. Ashundaq deyishir ekan bu. Voy Xudoyim, endi sen qizlaringlar va bolalaringlarni nima ishga sotgan bo'lg'aytinglar? O degan afat va yo'qsizlik vaqtlari edi. Menga u qarqinlarni eslatmang. Xitoy ofitserining abdi birdan qaradab ketdi. Nursiz talatida ochiq alamning izlari ochiq oshkora ko'rinishga boshladi. Birdan qetib qolgandak turgandan keyin chabdas qadamlar bilan kichik qaznaqqa kirib ketdi. Ayol o'tmay bir shisha aroqni ko'tarib chiqib, talvalarcha ichishga va o'zini qachotlab, bosh oxiri yo'q, g'azab aralash vaqirashga boshladi. Uni yillarcha izladim. Kimni deysiz? Singlimni. Urushda yo'qolib ketganmidi? Uni apyon urushi mezgilida bulab ketishdi. Ba'zi bo'lmug'urlar, ahmoqlar onamning bizni to'yg'izish uchun singlimni setayotganligini jo'ylab yurishdi. Lekin men ishonmayman. Yolg'on, hammasi yolg'on. Beg o'rnidan dastur. Qayg'urmang, ofitser. O'rmonlar bilan ko'rishgandan keyin sizni xush qilgan xabar elib kelaman. Endi chiqib ketsam bo'lamdi? dedi. Xitoy ofitserining yuziga qon yugurdi. Qadahni siqimdab turib, Azod bo'ldingiz, bek janoblari. Chiqib kelsangiz bo'ladi. To'y kechasida toza ishimiz, naqshi yetib usul o'ynaymiz. Ayollar bilan ko'nglimizni ochamiz. Qani qarab boqayli, qaysi millatning sifatlari g'olib keldikin. Mashriqda va mag'ribda urush qildim, doim yengib keldim. Degan arzimas bir narsa. U haqda ko'p o'ylanib boqmadim.
Şuna anç qo'rqib ketmayman. Ming qitimlab o'lim girdog'iga berib yongandiman. Mana yanala g'alb quchib oldingizda turibman. Qumul mening ilkimga o'tdi. Bütün xushalliqim g'olibiyatimning fayzini surishdir. Uningdan boshqasi bir tiyin. Sizlar jannat, jahannam haqida bak ko'p o'ylab ketgansizlar. Chunki bular haqiqat. Qandoq deysiz? Alayliq, siz hozir liq to'lgan qadahni tutib turyapsiz. Xo'sh, Sizning bu qadahdan olgan zo'qingiz, topgan huzuringiz nerede? zo'q va huzur Zo'q va huzur nerede? bular moddiy bir narsa bo'lmasa, bu haqda Markes, Ingliz va Leninlarning kitoblarida biror narsa o'qimadim. Zo'q va huzur haqida hech nima yozmabdi. Chunki modda emas bular. Lekin uni his qilasiz. Shundoq bo'lmasa hech nima qilay? Demak, u mavjud. Albatta, shubhasiz. Shu huzurni tutib baqdingizmi? Sizmi, menmi uni tutolmaymiz. Bu mumkin emas. Beg pichirlagandek pes ovozda. Zo'q va huzurning eng ulug'i Allohning jannatidadir. Ofisir, biz undan harob sharobsiz bahramnimiz.